Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Mana yana biz qaytdik va biz kuchli bo'lib qaytdik. Ancha vaqt bo'ldi video chiqarmaganimizga, endi video boshlaymiz. Bugun hozir faqat igrovich chiqaraman. 10-15 ta chiqaryapmiz. Bu hozir sizlar ko'rish uchun. Aslida bundan ancha bizda ko'p, lekin vaqt yetmaydi. Odam zerikib qoladi, monomish zerikib qolishi mumkin-da. Boshlaymiz. Birinchi mana bu Rockstex ichida turibdi. i9 12900, ya'ni i9 12-avlod, aplikasi 32, bir tera xotasi bor. Video kartasi 40 lik, narxi $700. $700 bo'lishi. Keyingisi. Bunisi Dell ideal holatda i7 13-avlod, HX protsessor, aplikasi 32. Bu ham 32 qilingan, o'zi asli 16 32 qilingan. Bir tera hardi bor, video karta 40 lik bu ham. Bu narxi $700 bo'lishi. Keyingisi bu HP Omen i9 13900 HX protsessor, ideal holat turibdi. Aplikasi 16, bir tera SSD, video karta 40 olmuş. Narxi $800. Salqin tarafga kelgan. Keyingisi bu Asus VivoBook Ryzen 9 6000 seriya, aplikasi 16, bir tera SSD bor, video karta 3060. Bu IT ga ham, o'qishga ham, avtokartga ham, zaryad uzoqqa yetadigan, ko'rinishi ham igrovoy, ham ofis notebookimiz. Ryzen 9 narxi $550 beramiz. Keyingisi bu Acer Nitro Core i7 10-avlod, aplikasi 16, 1 TB SSD, video karta 40 olmuş, ekran bo'yicha 80 Hz. Acer Nitro buni V16 deyiladi, chunki ekran duyumi 16 bo'ladi. Narxi arzon, bu narxi ham 700 taraf beramiz. Ideal holatda Acer Nitro V16. Keyingisi Acer Nitro Core i7 bu ham shunaqa 12900, aplikasi 16, 1 tera SSD, video karta 40 olmuş, narxi $700 beramiz. Keyingisi bu Acer Nitro i9. Bugun faqat Acer Nitro'ni ko'rgan. i9 aplikasi 32, 1 tera SSD, ideal holatda, narxi $770. i9 12900, aplikasi 32, DDR5, 1 tera SSD va 30 video karta, narxi $750. Shoshing, arzon qo'ydim, tez ketadi bu. Keyingi modelimiz Vectus Core i5 12-avlod, aplikasi 16, 512 SSD, lekin video karta 16 yillik video karta bo'lgani uchun narxi $330 beramiz. Vectus i5 12-avlod. Bular hammasi real narxlar. O'g'ib qolish kerak. Mana bunisi Acer Shadow, yangi chiqqani bu. Hali yangi, bu narxi $760, aplikasi 16, 1 tera SSD, 40 video karta, yangi. Mana zavod chiqib, unaqasi turibdi, pulmas ham turibdi. 2026 yil model. Keyingimiz MSI Core i7 13-avlod, aplikasi 8, 512 SSD, tinimsiz ishlagan vaqt 8 kun ishlatilgan, narxi $550. Eng muhimi video karta 40-50 video karta. $500 ishim emas kerak. MSI Core i7 13-avlod, 8 lik 40-50 video karta, narxi $500. Keyingisi Asus TUF Ryzen 9 9000 seriya, eng so'nggi versiya. Aplikasi 32, 1 tera xotasi bor. Video karta 4070 video karta. Narxi $950 bo'lishi shunaqa. Ideal holatda yangi pashti. U mana pulmas turibdi bu ham 32 ga 1 terabayt, 4070 video karta. Keyingisi Asus TUF Core i7 11-avlod, aplikasi 16, 1 tera SSD bor. Ekran esa 140 Hz, tagi RGB klaviatura, video karta RTX 3060, narxi $500. i9 11-avlod, zo'r 11800. Keyingisi mana bu bor. Bu Lenovo Legion Ryzen 7 7000 seriya, 5000 seriya, aplikasi 16, 512 SSD bor, video karta 1660 Ti video karta. Holat zo'r ko'rinishi 5 bahodan 4 baho, lekin narxi arzon, narxi $360 da beramiz bo'lishini. Xullas, agar kimda biza hozir vaqtda YouTube'da ko'rib turgan bo'lsa, narxni shoshilmasdan bemalol ko'raversin. Hozir mana shu videoni tagiga qo'yaman. Note Pro bor, Telegram kanalimiz bor o'zimizda va Note Pro Instagram kanalimiz bor o'zimizda. Ikkasini ham qo'yadi. Ikkita qo'yiladi. Narxlar hammasi real narxlar bizda bo'lib berish, uzunasiya va opinatsiya ham bor. Agar imkon bo'lsa, shu buni ham imkon qilib beramiz va butun o'zidan bo'ylab yetkazish xizmat ham bor. Bu yerda hozir biz hammasini sizlarga qisman narx aytib ketildi. Agar kimga agar mana shular hammasi narxlar qiziq bo'lsa, bizda yana aytaman, Telegram linkini tashib etaman. O'shani kirib bemalol ko'raverasiz narxlar qanaqaligini. Manzilimiz Toshkent shahar, Malika bozori, Avos 9 do'kon, butun o'zidan bo'lib yetkazish xizmati ham bor. Lokatsiyani tagiga yozib qo'yamiz, videoning tagiga ham.
Bemalol keling, xohlang telefon qiling, telefon qilib pochta qilib yetkazib beramiz. Bizda ko'p 200 dollarga ham migrovoy bor, 300 dollarga ham bor, 400, 500 dollarga ham bor. Lekin sifat degan narsa ham bor. Sifatga qilib beramiz. Muammosi yo'q, kelinglar, hammasi ishonchli.